Qish faslida qanday o'zgarishlar bo'ladi tabiatimizda? Daraxtlar oqargan, chinargan daraxtlar. Daraxtlar oqargan, yana qanday o'zgarishlar bo'ladi? Şekli payda bo'ldi bizda? Qorboboning shakli. Qorbobo nimani yasaydi? Qor yasaydi. Endi qorboboni yasab ko'rgansizmi? Yasab ko'rgansiz. Qancha shaklda turadi? 3. Qanday shakl u? Doira. Matematikani o'qiymiz, doira shaklida. Endi bolalar, o'sha bugungi darsimizni 64-dars kitobda qilaymiz. Birinchi mashqimizdan qarangchi. Qish zavqqa degan she'r berilgan. Qish zavqqa degan she'r. Siz ko'rdingizmi? Hamidullah Yaqupovning she'ri ekan. Buni birinchi yanvar guruhiga beraman. Bu birinchi mashqda so'z o'zgartiruvchi qo'shimchaning so'zlarini aniqlab yozasizlar. Shu yerda so'z o'zgartiruvchi qo'shimchada so'zlar bor. Shularning har qaysini yozib chiqasizlar. Tushunarlimi? Endi ikkinchi dekabr guruhiga keyingi 3-mashq ko'chirib yozish, bundayam so'z o'zgartiruvchi qo'shimchalarni aniqlab belgilaysizlar. O'zagidlar qo'shimchasini belgilaysizlar. 4-guruhda 5-mashq qo'yaman. 5-mashq sizlar nuqtalar o'rniga zilola degan so'zni qo'yib o'zgartiruvchi qo'shimchalarni qo'yasizlar. Birgalashib qilamiz. Sizlar qaysi guruh mana hamma birgalashib shuni yozasizlar. Birgalashasizlar. Sizlar birgalashasizlar. Sizlar zilola degan. Zilola degan so'zni qani bolalar tayyorsizlarmi? Yuray guruhiga qaysi mashq berildi? 5-mashq. Qani yozamanmi? Zloladan. Qaysi qo'shimchalar qo'shilib turibdi? Niganidan. Yaxshi. To'g'ri. Keyingi yanvar guruhiga qaysi mashq berilgan edi? 1-mashq. 1-mashq. Kim javob beramiz? Qani belgiladinglarmi? O'qi. Lazım bu. Tog' ustida toshma toqqan kappa yesammi? Tarmoqlarda chak oqqan suvni sharbat yesammi? Sumalaklar shoxidasi nobod bo'lib qolibdi. O'rikning shox novdasi nishonlarga otdi. Endi demak, qo'shimchalar bormi? Siz ma'lumotchi qaysi qo'shimchalar bor? Ustida. Qaysi qo'shimcha qo'shilib turibdi? Ustida. Yana Tarmoqlarda. Da. Qo'shimchasi yana sutni. Yana bormi? Yaxshi. O'tir. Endi dekabr guruhiga qaysi? Dekabr guruhiga qaysi mashq berildi? 3-mashq. Javob beramiz. Demak, qora bilan yozilgan so'zlarni ajratdingizmi? Qaysi so'zlar ekan? Qaysi qanday so'zga qo'shdilar? Sportning. Ning qo'shimchasi yana Shaxmatchi.
Shaxmatchi. Qaysi qo'shimcha qo'shildi shaxmatchi degan? Ch. Yana Havoda. havo, da. Da. Qaysi qo'shimcha? Da. Yana Havaning. nimani? Ni. Havaning. Unvon? Na. Unvon. Qaysi qo'shimchasi edi? Ni. Qo'shimchasi. Yaxshi. To'g'ri, judayam to'g'ri bolalar. Bu qo'shimchalarni, o'zaro so'z bog'lovchi qo'shimchalarni sizlar yaxshi tushundingizlar. Dam olish daqiqasini qilamizmi? Birinchi dam olish daqiqasi. Qo'limizni faqat o'tirgan joyingizda o'tiramiz. Endi keyingi topshiriqlarga topshirig'imiz ikkinchi mashq. Nimani rasm tasvirlayapmiz? Qish tasvirlayapmiz. Sizlar ham xuddi shunday o'ylaysizlarmi? Endi 3 guruhga 3 xil savol beraman. Demak, sizlar qo'shimchalarni qo'shib, so'z bog'lovchi qo'shimchalarni qo'shib gap tuzasizlar ikkinchi mashqda. Sizlar egalar kesin qatnashib gap tuzasizlar. O'sha rasmga, hamma daftarga, o'zlari daftarga. Sizlar esa sizlar qo'shimchalardan ni qo'shimchasini qo'shib gap tuzasizlar. Qani, yonlar guruhi 5-mashqni tugatdikmi? Gap tuzdinglarmi? Boshla. Arzu. Birinchi o'zing gapini qanday qo'shimcha qo'shgan? Gap qo'shimchasini qo'shding. Qani gapni o'qchi. Bolalar qalin kiyinib dalaga chiqdi. Qayerga? Dalaga. Qanday qo'shimcha? Gap qo'shimchasi. Yaxshi, o'tir. Dekabr guruhi. Sizlarchi tugatdinglarmi? Ikkinchi mashqni qani? Gap tuzganlarimi? Diyor o'qchi, ha? Qish keldi. Xush keldi. Kesimi bormi? Dai. Keldi, ha. Yana? Qizlar qarg'aba yasadi. Qarg'aba yasadi. Kim? Yasadi. Yo'q. Ega. Qarg'aba. Yo'q, egasi qaysi? Qarg'aba. Yana? Yasadi. Yasadi kesim. Husan? Husan? An. Husan. Ega an desa Husan. Husan bu ega. O'tir. Yana kim o'qiydi? Yana bu guruhdan, dekabr guruhidan. Yana qanday o'qishni yozgan? Qish keldi. Qish keldi, kesim bormi? Di. Keldi, yana? Hamma yoq. Bo'ldi, bu yerda ham kesim bor ekan. Qaysi so'zingda? Hamma yoq keldi. Bo'ldi, oppoq bo'ldi. Keyingi fevral guruhi. Fevral. O'qi. Davlat, dovsin chiqarib o'qichi. Bolalar konkida sug'ormaydi. Qaysi gapingda qo'shimcha? Tankida. Tankida. Qaysi qo'shimcha qo'shilgan? Da qo'shimchasi. To'g'ri. Yaxshi. Bolalar tushunarlimi bugungi darsim sizlarga? Demak, tushungan bo'lsanglar, tushundim, tushunmasanglar tushunmadim, menga qiziq bo'lmadi degan